20-noyabr butun jahon bolalar kuni. 20-noyabr butun jahon bolalar kuni. Bu sana dunyo bo'ylab bolalar huquqlarini himoya qilish, ularning xavfsizligi, ta'limi va sog'lom rivojlanishini ta'minlash borasidagi majburiyatlarni yana bir bor eslatadi. Bugun biznes va IT yo'nalishiga ixtisoslashgan maktabning bolalar kuni munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. Baxtli va sog'lom ulg'ayishi har bir kattalarimizni mas'uliyati. Har bir bola mehr, e'tibor va o'z huquqlariga ega bo'lishi kerak. Tadbirda o'quvchilar o'zlarining iste'dodi va faolligini namoyish etib, o'zlarining raqslari, ifodali she'rlar va jonli sahna chiqishlari bilan yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Baxtli bo'lsin, yomg'irda ko'p nurda o'ssin. Dastur davomida bolalar ishtirokida qisqa savol-javob o'yinlari tashkil etilib, ularning fikrlash doirasi, sahnadagi erkinligi va ijodkorligi yanada namoyon bo'ldi. Bugun maktabimizda tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir bolaning erkinligiga bag'ishlandi. Demak, bolada yashash huquqi bor va bolaning majburiyatlari bor. Demak, bola yashash huquqiga ega bo'lsa, shu orqali yosh avlodning tezkor qaror qabul qilish qobiliyati va jamoaviy ishlash ko'nikmalari shakllantirildi. Har bir chiqish bolalarning qobiliyatini rag'batlantirishga, ularni yanada dadil va faol bo'lishga undashga qaratildi. bolalar huquqida eng asosiy huquqimiz bu o'qish. Agar yaxshi o'qisak, barcha orzularimizga erishamiz. Hamma bolalarga yaxshi bolalik va sog'lik tilayman. Har bir bola o'ziga xos xarakter, qiziqish va iste'dod bilan ajralib, kelajakda biznes va IT sohalarida muvaffaqiyat qozonishga tayyor ekanligini namoyon etdi.